Assalomu alaykum. Santexniklar uchun misol har xil turdagi motorlar, Do'kondagi har bir mahsulot uyda showroom masalan. showroom turibdi bu yoqda. Uydan tanlanadi, shu yoqdan olib chiqib Bu beradi. yoqda olib keladi. Ham narx arzon. Shuning uchun narx arzon. Zo'r. Yana bir zo'r tomoni, kelajak stroyning ishlab chiqarishi ham bor ekan. Ishlab chiqarishni ko'rdik. Tushunmayman-da, metal sohasi tushunmayman. Lekin qilishim kerak. Bu yoqda shtrofmaslik mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Voy, uy sotib olgan. Kimdan kim keldi? Mashina sotib olish uchun kirdim men. Ya'ni Gentra mashina. Yetib olishingiz mumkin. Kutish yo'q. Sifatdan qo'rqmasa ham bo'ladi, vaqtdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ishonchliga ishonsa bo'ladi. Muborak klub tadbirkorlarimizda ikkinchi tadbirkorimiz. Fahmin aka Murodovni bizneslarini offline ko'rish uchun diagnostika uchun keldik. Birinchi bizneslariga keldik. Sizlar mana birinchi biznesimiz boshlangani profnasl ishlab chiqarish bilan, profnasldan keyin profnasldan ishlab chiqarishda sekin metalga o'tganmiz. Bunda profil aqllar mahsulotlarni sotishda shug'ullanamiz. Bizga mijozda birinchi o'rinda sotuv bo'limiga kiradi. Sotuv bo'limi ham yo'q. Yo'q, sotuv bo'limi. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda keladi. Kutib o'tiradi. Profnasl ishlab chiqarish va aksesuarlarni ishlab chiqarish. Bu yoqda shular armatura, uzunlik, shveli mahsulotlar. Решетkalarga qarang, reshetka mahsulotlari. Har xil reshetkalar bo'linadi. Instagram'da profilda darvozali ishlar. Mahsulotlar. Zamonaviy lazer apparatlar qo'ygan. Lazer apparatlar sotilgan. Demak, shu yerda sizdan odam bitta mijoz o'tiradi, ikkalasi o'tiradida Xohlagan razmerda chiziladi, chiqadi. Endi shu razmerda lazer tashlab yuboradi. Sinib tashlab beradi. Sonra uy qoladi. Maza qiladi. Tom yopishga kerak bo'ladigan mahsulotlar skalati и mana bunaqa shashlikchilar uchun dimoxod, tandirlar uchun dimoxod. Shunaqa sharoitda kerak bo'ladigan unvonliklar ishlab chiqaramiz. Atvodlarni ishlab chiqaramiz burchakda. Har xil shu tunikasozlik mahsulotlari. Bu filialimiz shu asosiy metal mahsulotlari va tunika mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Hammasi uyda ishlab chiqadi. Demak, mijozlar kelsa shu yerning o'zida yig'ib bo'ladi. Shu yerning o'zida sotuv bo'limi ham shu yerda, shunaqa. showroom ham shu yerda, ishlab chiqarish jarayonlarini ko'radi, hamma assortimentni ko'radi, to'g'rimi? Shunaqa. Bitta narsa olaman deb kelgan bo'lsa, demak, boshqa narsalarni ham olish mumkin ekan. Bizda mana bunday katyonlar ham ishlab chiqaramiz, katyonlar qarang. Ko'mirga, o'tinga mana bu ishlaydi. Bir ko'rsatgandingiz, Instagramda ko'rgandim. Shunaqa. Mana bunaqa o'zimizning brendimiz bo'yicha chiqadi, kelajak stroy. Bular nima qilinadi? Nima ko'mir solinadi? Gaz yo'q joylarga ko'mir solinadi. Ko'mir solinadi. Misol uchun bir xalta ko'mir solsa, hop, 10 soat effekt beradi, 10 soat. Bir xalta, 10 soat yonib beradi. 15 minglik ko'mir solsa, 10 soat effekt berib, endi normal haroratda turadi. Bu nima masalan bajaradi? Bu kichkinaroq. Gazga mo'ljallangan. Gazdan. Gaz bor uylarga. Shashlik qo'ralar ishlab chiqaramiz keyin. Bu ham juda ham ekonomik. 8-9 ming gaz topadi. Shunaqa. Gazga juda, oqma gazga juda qulay. Mana bugun endi Muborak klub tadbirkorlari bilan hamda jamoamiz bilan Faxriddin akamizning ikkinchi bizneslariga keldik. Kelajak stroy qurilish materiallarini sotadigan do'konimizga yetib keldik. Endi o'zlari ma'lumot beradilar. Bu yerda asosan
qurilish mahsulotlari, santexnika, elektrik tovar, malyarka ishlari, fon ichki remont va tashqi remontga taxta mahsulotlari, yog'och mahsulotlari, shifer mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi. Yaxshimisizlar, salomat. Klientlarga programmaga urib, hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Aha. Mana buni chek chiqarib beradi. Chekka qarab bo'ldi, ortib chiqarib beradi. Birinchi video zakaz olinadi, to'g'rimi? Endi sotuvchilar bor, birinchi ko'rsatib, hamma yig'ib keladi. Aha. Kassada urib chiqarib beradi pulini. Keyin Santexniklar uchun misol uchun har xil turdagi motorlar, ustalar uchun har xil instrumentlar, svarka, bolgarka, shunaqa. Quduqlar uchun, arzon quduqlar uchun mahsulotlar. Bu yoqda xos tovarlar, har xil ro'zg'orga kerak bo'ladi. Idish, tovoq, qoshiq, yelka deydi. Bu yoqda samarez, kraska mahsulotlari. Bu yoqda lustralar, o'rmon brendi bor-ku o'zimiz Ha, vodiyda. Mahsulotlar. Akbar akaniki. Shunaqa. Yo'q, shu rizetka выключатель elektriklar mahsulotlari. Har bir javon Keyin mana bu yoqda darvozani ruchkalari, har xil kraska emulsiyalari. Bu yoqda elektriklar uchun asosiy avtomat, shunaqa har xil turdagi katta zavodlarga ham bizada avtomatlar bor. Uylarga ishlatiladigan har xil turdagi avtomatlar bor. Qamash rayonida ko'p do'konlarda yo'q mana. Har xil turdagi shu brendlarda avtomatlari yo'q. Eng qimmat brendlar ham olib qo'yganmiz. Santexnikani semistitillari, oynalar, mahsulotlar. Yo'q, skalat. Ko'p mahsulotlarni katta mahsulotni endi ichkariga sig'dirib bo'lmaydi. Mana shuni skalat qo'yganmiz. Endi anavi plastik mahsulotlari, dekor plas. Bu iskalata bu yerda. Mana bunaqa o'rmon kompaniyasini lustralari. Vodiyda Birga o'qiganmiz. O'qigan Akbar aka. Natija 2da birga o'qiganmiz. Natija 2da o'qigan. O'rmon kompaniyasi mahsulotlari. Hamkorligimiz bor. Butun Qashqadaryo, Surxondaryoga mana shu lustralarni o'zimiz tarqatyapmiz. Beldirligini olganmiz. Qashqadaryo, Surxondaryo. Qashqadaryo, Surxondaryo. Mana brend endi turibdi. O'rmon. Epani va stelajlar qo'yilgan-ku. Shuni zapas motoridan hamma narsasini zapas qilgan. Pastda do'konni ko'rdik. Do'kondagi har bir mahsulot uyda showroom masalasida. Showroom uchun turibdi. Showroom turibdi bu yoqda. U yerdan tanlanadi, bu yoqdan olib chiqib Bu beriladi. yoqda olib chiqib beriladi. Hamma mahsulotlar Mana ikkinchi qavatda. shunaqa. Hammasi shu programma bo'yicha nechta soni nima bor, hammasi ko'rinib turadi. To'g'ri. Hammasi ko'rinib turadi. Demak, zo'r. Qaysi mahsulot tegsa, shundan nechta turibdi ko'rinib turadi. Hisobga olinadi. Bir yil. Hozir o'zingiz ayta olasiz, shu skalatda necha pullik mahsulot va necha dona borligini ayta olasiz. Zo'r. Bu yoqda reka mahsulotlari, patoloshni rekalar. Bu yoqda kraska mahsulotlari, skalat. Bu yoqda santexnikani shlanglari, gipsokardon profili ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Hozir nariga fillarga borib chiqamiz. Mana bu boyagi joy. Ishlab chiqaramiz. Ha? Boyagi chiqaramiz. Ko'rib keldik. Tayyor mahsulotlar. Disp, MDF tuyagalari, MDF mahsulotlari. Hop, Yevrozaborlar, gipsokardon mahsulotlari. Yana bitta menga yoqqani qurilish materiallari sotadigan do'kon desa, hayolimga chang. Ishchilari ham chang bo'ladi-yu. Bunaqa deb tasavvur. Qo'pol bo'ladi. Hozir zo'r, hozir boya sotib bo'lmay kirdik. O't voy, uy sotib olgan kirdik endi o'yladim. Mashina sotib olish uchun kirdikmi deb o'yladim. Ya'ni zo'r. Tozalik, tartib-intizom borligi. Ochiq zo'r xursand qildim. Endi baraka bo'ladi-da bu yerda. Shunaqa. Adolat bor joyda baraka bo'ladi. Bu yoqda yog'och, taxta mahsulotlarimiz tashqariga qo'yganmiz. Katta mahsulot bo'lgani uchun ko'proq azbiz mahsulotlar, azbiz turlar har xil turi bilan. Bular qayerdan keladi bu yog'ochlar? Yog'ochlar asosan Toshkentdan olamiz biz. Toshkentga Rossiyadan keladi. Samarqanddan keladi. Alvom nima edi? Alvommi, polvoniyami degan daraxt bor ekan-ku. Samarqandda ham bo'lishi mumkin. Urgutda. Asosiy ko'proq Toshkentda sotiladi. Nomi nima daraxtni hozir? Nomini Bu sasna deydi. Ha, sasna ya bu. Sasna. Hop, bu yerda MDF mahsulotlariga naqsh beradigan seximiz. Kelajak stroyda orqasida joylashgan.
kataloglarga, har xil ishlatiladigan joylarga zakaz orqali qo'yib chiqariladi. MDFlarga, MDF mahsulotlariga naqsh berib, shunaqa. shu yerda ishlab chiqariladi. MDFni o'zi ham o'zimizda bor, sotib MDF olamiz. ha. O'zimiz ham uydan beramiz. Zo'r. Assalomu alaykum. Endi mahsulotdan ashula buni ham kapsula kirgizadi. Yana Xohlagan narsani o'yib beradi. Patologlarga ishlatiladi. ha. Uyda patologlarga ishlatiladi. Bu kesib beradi, u o'yib beradi. Yana bir zo'r tomoni kelajak stroyning ishlab chiqarilishi ham bor ekan. Ishlab chiqarishni ko'rdik. Endi do'konni ko'ryapmiz. Zo'r tomoni mana karavot yasalyapti. Eshiklar yasalyapti. Darvozalar Ha. Bitta biznes orqali juda ko'p yangi bizneslar qurilyapti. qurilyapti shunaqa. Bular ham mana mazza qilib ish. Shunaqa. Oldida hamma mahsulot oldida. Ha. Shifr mahsulotlari keladi. O'zimizni logistika mashinamiz Ha. va tushirib olishga ham mana bunaqa karalarimiz bor. Ha. O'shaning uchun tan narx arzon. Bizda shuning uchun narx arzon. Zo'r. Zavoddan olib kelish uchun mashinamiz bor, tushirish uchun karamiz bor. Hammasi o'zizniki bo'lgan evaziga Dastavka ham Isuzu o'zimizniki. Hammasi tan narx arzon ketadi. zo'r o'zizniki emas. Bu ham o'zimizniki. Bu ham o'zizniki. Bu ham o'zimizniki. Nariga o'zizniki. Shuning evaziga tanlar past Tan narx bo'ladi. arzon bo'ladi, odamlarga arzon sotiladi. Arzon sota olasiz. Ha. Sizlar ko'rayotgan bu tadbirkorlar, bu bizneslar Muborak klubining a'zolarini bizneslari va Muborak klubining a'zolari hisoblanishadi. Agarda siz ham to'g'ri fikrlashni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri odat qurishni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri muhit ichida harakat qilishni, rivojlanishni istayotgan bo'lsangiz, biznesingizni to'g'ri boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, biznes mentorni yo'l yo'rig'i bilan, uning maslahatlari bilan biznes boshqarmoqchi bo'lsangiz, umuman o'zingizni va biznesingizni va muhitingizni, odatlaringizni, fikrlashingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, Muborak klubiga sizni taklif qilamiz. Chunki biz Muborak klubida har kuni tadbirkorlar bilan shu siz yuqorida sanab o'tgan odatlarni, ko'nikmalarni shakllantirish ustida har kuni harakat qilamiz. Offlayn uchrashuvlar qilamiz, ovoz chatlar qilamiz, kunlik vazifalar bajaramiz. Agarda sizga ham shu Muborak klubi qiziq bo'lsa, siz ham bu Muborak klubimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastda telefon raqam va havola qoldiramiz. Ro'yxatdan o'ting, adminlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Muborak klubda ko'rishguncha. Rahmat. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli xalqimiz, yana bir zo'r yangilik kelajak stroyda. Faxriddin akamiz Muborak klubimizning a'zosi yana bir zo'r qiymat beribdilar. Yana shundoq ham baribir savdo qilamiz. Agar siz kelib, kelajak stroyga kelib, kamida 10 million so'mlik savdo qilsangiz, 10 million so'mlik, 10 million so'mlik qanaqadir xarid qilsangiz, yoki undan ko'proq bo'lsa, sizga vaucher beriladi. U vaucher qanaqadir qutichaga solib qo'yiladi. Yil oxirida 2026-yil yil oxirida bu yerda omadli ishtirokchi sifatida tortsangiz va siz oying omadli bo'lsangiz, sizga Mana shunaqa Gentra masalani yetib olishingiz mumkin. Shundoq ham baribir savdo qiladi. Shunaqa. Shundoq ham qayerdandir savdo qilishingiz kerak. Shunaqa o'zingiz ehtiyojingiz uchun qurilish materialini olasiz. Shunaqa. Lekin ham o'zingizni ehtiyojingizga ham qo'shimchasiga yil bonusini olsangiz bo'lar ekan. Omad tilaymiz hammaga. Shunaqa. Bizda mahsulotlardan metal mahsulotlari, qurilish materiallari, santexnika, elektrik xohlagan mahsulotni savdo qilib, aksiyamizga ishtirok etishingiz mumkin. Hamma narsa bor ekan. Faxriddin akamizni ikkinchi metal ishlab chiqarishning ikkinchi filiallariga filiallariga 2020-yilda ochilgan, qurilish boshlanib 21 to'liq bitgan. 2020-yildan beri faoliyat yuritib kelyapti bu yerda. Hammasidan bu yerda ham. Hop, uyda necha ishlaydi? 15 ta Opchi filiallarimiz, opchi jamoamiz 72 ta xodimlar. xodim bor. Bitta faqat ishlab chiqarish, sotuvi birinchi filialda sotuvi Bu yerda profil mahsulotlari, silaj mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Bu yerda ishtirok mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Tunikofon mahsulotlar, Tunikofonga qarang, reklama qilib qo'ydim. Tayyorlar, Ha. Tayyor, живой ko'rib, klient tanlagan. Shunaqa. Bundan tashqari gipsakardan profilni ham ishlab chiqaramiz mana bu yoqda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, salomsiz. Gipsakardan qotirish uchun profillar ishlab chiqaramiz.
Bunga olib chiqaradi. Ha, bu sizdan ishlab chiqariladi. O'zimizda ishlab chiqariladi. Kesib. Qurilishmonlarga tarqatiladi. Ha. Bu yerda ham lazer apparatimiz bor. Kesib, Qo'yaveradi. qahva beradi. Bu endi qarang, bu endi yerib ketmagan sabab bu endi boyagi emas, qalin metal emasda bu. Ha, bu tunukaga mo'ljallangan. Oddiy turgan. Ha. Yaxshi qiladi. Zo'rmi? Yaxshi, sog'lashasizmi? Sog'lashaman. Bu yer mana shunday vodosozchi turbalar, mana bu palasalarni ishlab chiqaramiz. Ko'p tunuka sexlarda mana shunday turbachalarni mana bu yer birikadigan joyini bolg'acha bilan urib o'tiradi ko'p sexlar. Mana buni o'zimiz yaratganmiz. Bunda tikib yuboradi, o'zi urmasa ham bo'ladi. O'zi tikib beradi. Ha, ustiga beradi. Ha, birlashgan joyi. Ko'p sexlarda bolg'a bilan urib o'tiradi. Ha, dumaloq qilib qo'yaveradi, kiritaveradi. Ha, shuni tikib beradi aslida. Ha. Profnasil va Tunukaxon mahsulotlari va qurilishmonlari bo'yicha 3-filial metal bo'yicha. Qurilishmonlarni 2-filial desak ham bo'ladi. Buni birinchi arendaga joy qilganmiz, arendaga. Bu yerdan 1 kilometrlar atrofida uzoqlikda. Oldin arenda bo'lgan-a? Arenda bo'lgan. Ha. Endi o'tgan yili qashta 2 yil bo'ldi, joy sotib oldik, joy sotib olib 1 yil qashta qurilish bo'ldi. 2026-yil yanvar oyida mana shu yangizdan ko'chib Ha. Bu joy endi o'zlaringizga. Bu joy Hozir ko'radigan joyimiz o'zingizga. shunaqa. Endi bu joyimiz sheriklikda desak ham bo'ladi. Biz mahsulot bilan ta'minlaymiz, shohlik qilamiz, sotish bilan qolgan ish jarayonlarini to'liq o'zlari olib boradi. Zo'r. Necha kishi ishlaydi bu yerda? Bu yerda 10 kishi, 10 ta xodim ishlaydi. 10 ta xodim ishlaydi, 10 ta xodim. Hammasi kitoblik, to'g'rimi? Kitoblar. Kitobliklar asosan xodim. Asosan xodim kitob. Tushunmayman-da, metal sohasini tushunmayman. Lekin qilishim kerak. Sharoitni aytsam, o'zlari tavsiya qilasizlar, to'g'rimi? Shunday. Ha, sizga Ya'ni- bu sifat keladi bunday, ha? Ustaga borib, Qanaqa fason fasona yarashadi? yarab. Ha. Qanaqa tunuka qulay bo'ladi? Biz shuning uchun mana 3 ga bo'lganmiz. Ha. Oddiy, o'rtacha va murakkab. Ha. Puli ham shunga qarab chiqadi, rasxot ham shunga qarab tunga bo'larimiz darvozaxonaga. Balandligiga qarab, ha? Balandligi bo'lmasa, hammasi xohlagan fasonda tushaveradi, darvozaxonaga tushaveradi, lekin puliga qarab. Misol Puliga uchun qarab mana ular, ha? hammasini biz nima qilib hisoblanib o'qib beramiz. Biz odamlar ustalardan eng hadavoyini olib qo'yganmiz bu yerga. Ha. Misol uchun 10 ta odam 9 tasi qaysi fasondan oladi. Shuni ko'p qo'yganmiz. Eng ko'p ketadiganlarda bu. Eng ko'p ketadigan. Ha, bozorbop. Rangini uyda egasi xohlaganda almashtirsa ham bo'laveradi. Ha. Ranglarini. Bitta keladi-da, "Mana yoqdi, faqat Ha. oqda bo'lsin" deydi. Shunday. Ko'kda bo'lsin deydi. Misol uchun mana biz bu yoqda 3,5 oq qilganmiz, oddiy. Ha. Endi bu yoqda 4lik. Ha. Alikabonda turadi bu. Ha. Qalinligi. Ham chunki ikkalasi ikki xil narsa bu. Ha. Mana Fag'zin akamizda Profnasil mahsulotlarini ishlab chiqaradi ekan. Unda sexini 3-filialiga, Qashqadaryodagi 3-filialiga keldik. Kitobdagi joyga kelib ko'rdik. Juda zo'r. Kitobliklar uchun juda yaxshi imkoniyat qilib qo'yilgan. O'z vaqtida, ya'ni kutish yo'q. Sifatdan qo'rqmasa ham bo'ladi, vaqtdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ishonchligiga ishonsa bo'ladi. Nima desak bo'ladi? Ya'ni Narxlari juda zo'r. o'z kasbini sevadigan odamlar ochganda, ya'ni pul uchun qilinmagani bilib turibdi. Yana juda ilm bilan qilinganda, shunchaki bir bino olib, qurib tashlanmagan mana tepaliklari, sharoitlari, mana bu yil Birinchi, ikkinchi filiallarimizda xatolar qilganmiz. Uchinchi filialimizda misol shu xatolarni takrorlamaganmiz. shu narsa Balandligi hamma tomonlama o'zimizga qulaylashtirgan. zo'r. Shu narsa ham zo'r bo'ldi. Ertalabdan ko'rib kelyapmiz-da. Birinchi filialni ko'rdik, ikkinchi filialni ko'rdik, uchinchi filialni ko'rdik. Birinchi filialdagi xatolar ikkinchi filialni ochishda qilinmagan. Shunaqa. Ikkinchi filialdagi xatolar mana uchinchi filialni qilishda qilinmagan-da. Qilinmagan. Har safar o'z, ya'ni yangilik Yangi rivojlanib ketadi. rivojlanib boryapti. Zo'r. Demak, yakunlasak bo'ladi. Fag'zin akamizni Profnasil mahsulotlarini ishlab chiqaradigan 3 ta sexini ko'rdik, 3 ta filialni ko'rdik. Qashqadaryodagi va qurilish mahsulotlari sotadigan do'konni 2 ta filialni ko'rdik. Bittasi Kelajak Stroy edi, bittasi bu. Bittasi kitobda. Ko'rdik, tanishdik, bizga yoqdi. Misol uchun men ko'rish, ya'ni eshitish boshqa, ko'rish boshqa ekan. Xudo xolasa kelib ko'rish kerak, inshaalloh.